Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana yana bir ishimizni o'z nihoyasiga ketkazmoqdamiz. Bu xizmatimizda faqatgina oq tunkalarimizdan foydalanib, juda ham go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Bu ish obyektimizda tozaxona va shapkalarni qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, shapkalari qoshga 90 gradusli fason bo'lgan va oppoq tunkalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunkaning bukilishi va muzqatilishi ham bor, shuni ham inobatga olib qo'yamiz. Mana dorixonalarni ham ko'rishingiz mumkin, dorixonalarda ham oppoq tunkalarimizdan foydalanib juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Azizlar, aytgancha biz Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni uyga telefon qilinmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.